birinchi o'rinda komponovka qilasizlar. Komponovka qilayotganda qanday? Katta kichikligiga birinchi o'rinda e'tibor berasizlar. Katta kichikligi ham keyin qog'ozga joylashish sig'imi ham. Qog'ozni tepasiga yoki pastiga, yonboshiga ko'p o'tib ketmashi kerak. Bir-biri mutanosiblik teng bo'lishi kerak-da. Agar yondan o'tirsangiz, yonda salgina o'zingizga tomon shiljiydi. Oldidan ko'proq joy qoladi. Ozgina farq qiladi, u ham ko'p emas. Juda ham yondan o'tirganda. Keyin nima? Joylashtirib bo'lgandan keyin konstruksiya deydi. Konstruksiyani bittalab mana shakllari bor-ku, burchaklari, nimalari hammasini ichki tuzilishi bilan ko'rishingiz kerak. Orqadan mana ko'rinmayotgan burchaklarini ko'rib bir his qilib ishlashingiz kerak. Mana endi misol uchun kub turibdi. Kubni ham ichini his qilishingiz kerak. Material ichida ham nima borligi bilinishi kerak. Sizlarda ham bilinadi. Misol uchun libos chizayotganingizda ichida qomat borligi sezilishi kerak. To'g'rimi? Qomatga qanday joylashishini, nima deydi, ko'rinishini nima qilish uchun qomatni his qilib ishlashingiz kerak. Material nima o'ylaydi. O'shaning uchun nimaga konstruksiyani olayotganda ham hamma tomonni his qilib, nima qilib ishlasangiz, naturmortingiz keyin yaxshi joylashadi, yaxshi konstruksiyasi tuziladi. Keyingi nima? Rang hammasi har xil rang. Mana ko'k bilan oqni darajasi qanday? Juda ham farq qilib ketadi. Buni ham chizma tasvirda chizayotganda ham daraja bu oq bilan ko'kni ishtirokda bajarsangiz ham darajasi bor-da. Yorug'lik nimasi ranglar bir-biriga farqi juda ham katta bo'ladi. O'sha qalam tasvirda ham o'sha farqlasa bo'ladi. Bunday bitta qaraganingizda qora narsani ishtirokda berib, qop-qora qilib, oq narsani oqroq, yumshoqroq ishtirok bersa, u chiqib keladi-ku. O'shanday narsa. Joylashtirishlarni bir ko'rib chiqamiz endi. Keyingi nimalarga rang o'tamiz. Nima uchun? Uncha chiroysiz sizdek. Bu hozir shunchaki chizmaga o'zingiz qo'lingizni o'rgatib nima qildinglar? Komponentga olayotganda umumiy ko'rish kerak-da. Hamma narsa ko'rinishi kerak, umumiy. Bitta choynakni katta chizib qo'yib, qolgan narsa yo'q bo'lmashi kerak-da.